Dasturimizni sport xabari bilan davom ettiramiz. Har bir kishi mohiyatan sport salomatlik garovi ekanligini yaxshi his etadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bugun aholi orasida doimiy tarzda sport bilan shug'ullanishni ommalashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Birgina Konchilar va Metallurglar shaharchasi bo'lgan Uchquduq tumanida ham sportning barcha turlari bilan shug'ullanishga imkoniyatlar yetarli. Ayniqsa tog'-kon sanoatida mehnat qilayotgan ayollar ham sportning jamoaviy turlari bo'yicha muntazam shug'ullanib keladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Navoiy viloyatining olis hududi Uchquduq tumani aholisini sportga keng jalb etish va sog'lom turmush tarzini ommalashtirishda Navoiy metallurgiya kombinatiga qarashli Lochin sport sog'lomlashtirish majmuasining alohida o'rni bor va tabiiyki salohiyatli bir qator g'alabalarga erishib kelayotgan sportchilar ham talaygina. Ulardan biri Dildora Jo'rayeva, Shimoliy kon boshqarmasi texnik nazorat bo'limida nazoratchi bo'lib ishlaydi. Konchilar oilasida katta bo'lgan Dildoraning sport bilan shug'ullanishi uchun doimiy e'tibor bo'lganligi sababli uning yoshlik davri Navoiy metallurgiya kombinatiga qarashli Lochin sport sog'lomlashtirish majmuasida o'tgan. Dastlab jamoaviy sport turi bo'lgan ayollar futbolini tanlagan Dildora keyinchalik sambo, powerlifting va boks bilan muntazam shug'ullanib keldi. Toshkentda Chirchiq tumanida O'zbekiston chempionati bo'lgan, shunda 3-o'rin egallaganman dzyudo bo'yicha. Shundan keyin o'zi boshqa sport turlariga borib boshladim. Dzyudodan keyin orada boks sport turi bilan shug'ullandim. Boks sport turi va og'ir atletikani ham yonma-yon olib bordim. Powerlifting sport turi va boks bilan shug'ullanib keldim. 2016-yilda powerlifting sport turidan O'zbekiston Respublikasi chempionatida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Keyinchalik 2017-2018 o'sha O'zbekiston chempionatlarida faxrli birinchi o'rinni egallab keldim va 2018-yilda master sport ustasi nomzodini qo'lga kiritdim. Dildora Jo'rayeva qator sport musobaqalarida yutuqlarga erishib kelayotgan juda iqtidorli sportchilardan biri. Odatda o'ziga ishonchi, mustahkam, qat'iyatli yoshlar sport bilan shug'ullanadi, lekin qizlar orasida sportning aynan boks turini tanlaydiganlar kam. Dildorada esa o'ziga, o'z kuchiga ishonchidan tashqari g'ayrat, shijoat ham juda baland. Mashg'ulotlarda astoydil shug'ullanadi. O'sha Uchquduq tumanimizdagi Lochin sport kompleksida sport turlari juda ham ko'p. Bolalar shug'ullanib, O'zbekiston chempionlarida faxrli o'rinlarni egallab, qo'lga kiritib, Osiyo chempionlari bo'lib kelishgan, jahon chempionlari ham chiqqan o'zimizdan. Bugun ishlab chiqarish korxonasidagi yuzlab ayollar uchun ishdan bo'sh vaqtlarda majmua hordiq maskani hamdir. Ular korxonalar o'rtasida o'tadigan har bir musobaqalarga Lochin sport majmuasida ham tayyorgarlik ko'radi, ham turli musobaqalar o'tkazadi. Aslida prezidentimiz ta'kidlaganidek, sog'lom inson sog'lom millat deganidir. Shu bois ham sog'ligi mustahkam bo'lishini istagan kishi borki, albatta bugun sportga oshno tutinmoqda. Zero bugun sport bilan shug'ullanish uchun erinchoqlik bilan qarash emas, balki korxonada, mahallada, ko'cha bo'ylarida, markazlarda mavjud sport maydonchalari, sport yo'laklarida salomatlik uchun shug'ullanish lozim.